Hammaga salom bolalar. Benden bitta obunachi so'rabdi. Bir sxema qilishni. Siz o'zingizni sxemangizni qanday qilgansiz deb. Men zona yaratib qilaman. Yaralmasin. Zona yaraldi. Meni bosib olamiz. Mana meni bosib olamiz. Mana shu bosib oldik. Endi esa meni bosib olamiz. Bosib oldik. Bosib olganimizdan keyin pastga tushamiz. Bir yoqqa o'tib mana bu joyda bosib olamiz. Mana video deb qo'ygan. Mana shuni bosib olamiz. Keyin buni anaga tushgandan keyin mana buni olmishdi edi. Mana shu yozuvda bo'ladi. Mana shu narsa. Boshqatdan pastdan ko'rsatib ko'plar ko'rmaydi. Mana shuni yoqib qo'yamiz. Menda yoqilgan. Mana shuni bitta yoqib qo'yamiz. O'chki turadi o'zi yoqib qo'yamiz. Keyin pastroqqa tushgandan keyin mana shu buni yozuvni ustidan keyin bosib olamizdan bunda turgan bo'ladi o'zi. Keyin bizlar buni o'tkazib qo'yamiz. Va mana bunaqa bo'lgan bo'ladi. Hozir boshdan ko'rsataydi bitta narsani. O'zi ko'plarda jon tepada, keyin bunaqa bo'lib turadi. Keyin bitib sandiq qo'yib o'tirish kerak. Lekin hozir men o'rgatgan usulda qilsa, ancha osonda. Sandiq qo'yib o'tirish emas. Joyida sandiq bo'ladi, hozir ko'rsatib bering. O'zi bu nega kerak bilmadim, hamma biladi. Nimasini qilmadim hozir men. Buni o'tkazdim. Mana bo'ldi. Mana. Kim ko'rayotgan bo'lsa, mana bu yerda anu bor. Mana inventar ko'rinib turibdi. Lekin boynagida faqat mana shu bilan keyin bunaqadagi narsalar bor edi. Men keyin mana shunday qilishni kerakligini o'rgatdim-da hozir. Shu edi faqat. Keyin yana hozir boshidan bunga o'tgandan keyin mana bunga kirib olamiz. Buni tepadagi narsacha turibdi hozir. Mana shuni yana boshqatdan kirib olamiz. Kirganimizdan keyin yana buni boshqatdan bosamiz. Bosganimizdan keyin pastga tushamizdan buni bosib olamiz. Mana shunday yozib turgan bo'ladi. Keyin buni bosib olgandan keyin bu yoqqa o'tib buni bosamiz ustidan. Bosgandan keyin bu yerda barmoq izlarini o'zgartirsa bo'ladi, har xilcha. Mana shunday qilsa bo'ladi. Shuni ham so'ragan ekan. Qara tushuydi. Hammaga qarab.